Hammaga assalomu alaykum. Bizi Texnomart YouTube kanalidamiz. Sizlar bilan Oybek Hidoyatov. Bugun sizlar bilan o'sha Apple notebooki, ya'ni MacBook Neo'ni birgalikda obzor qilamiz va ochib ko'ramiz. Bu Apple'ning eng oxirgi rusumdagi notebooki hisoblanadi. Dizayn, batareya, quvvat taraflama bu model top model bo'lishi mumkin. Keling, unda ko'p kuttirmasdan mahsulotni ochib ko'ramiz. Xo'p, bu yerda ichida deyarli unaqa ko'p narsa yo'q. Shu har doimgidek faqatgina zaryadkasi va o'zini kitobchalari bo'ladi, qo'llanmasi. O'zimcha qo'llanmasi uje chiqarishmasa ham bo'lardi. Chunki hozirgi paytda internet juda ham rivojlanib ketdi, qo'llanma topish muammo. Bu faqatgina Type-C zaryadka bo'lar ekan. Zaryadkasi ikki taraflama ko'rishingiz mumkin, faqatgina Type-C va o'zini blok pitaniyasi. Menimcha o'ylaymanki, hozir bu zaryadkalarni bizga keragi bo'lmaydi, chunki MacBookni o'zini zaryadkasi bo'ladi degan umiddaman. Bo'lmasam eng qiziq joyiga kelib qoldik do'stlar. Xo'p, MacBookni ochishdan boshlaymiz. Mana shunaqasiga qarab. Wow, rangiga lekin 5 ketish mumkin. Juda ham chiroyli rang, ayniqsa men yoqtiradigan rang hisoblanadi bu. Wow. Uje ochishim bilan MacBook yonishni boshladi. Wow. Vibratsiya beryapti. Bu mamlaqa qo'shib, mamlaqa chiqmagan ekan bu formatda. Lekin klaviaturasiga men qanaqadir xunukroq deb o'ylab qoldim. Qop-qora bo'lganda juda ham chiroyli bo'lgan bo'lardi. Hozir MacBook obnovleniya bo'lyapti, iOS 26 ga. Ungacha sizlar bilan dizayni va ichki xarakteristikasi to'g'risida gaplashib turamiz. Birinchi qaraganda premium ko'rinish, ingichka dizayn va ustga alyumin materiali ishlatilgan. Va mana Apple logotipiga e'tibor beringlar. Menda Apple Air versiyasi bor. Buni logotipi qaranglar. Oynaga o'xshagan aksizni ko'rsangiz bo'ladi, lekin bunda ko'rib bo'lmas ekan. Mana просто metalldan ozgina ajralib turish uchun boshqacha matviy qanaqadir material ishlatishdi. Misol uchun bu yerda Airda bo'lsa, ko'rishingiz mumkin. O'yinida aksini ko'rsa bo'ladi. Umumiy qilib aytganda yengil, zamonaviy dizayn, ko'rinish juda ham chiroyli, yaxshi. Menga yoqdi misol uchun. Buni ofisga ham, safarga ham bemalol olib yurishingiz mumkin bo'ladi. Qanaqadir joyga kirib olib, ofis ishlarini bitirib o'tirsangiz juda ham chiroyli ko'rinadi. Ekraniga keladigan bo'lsak, MacBook Neo'da yangi Retina displeyi o'rnatilgan. Bu yangi avlod. Ranglarni juda ham tiniq ko'rsatadi, video montaj yoki grafika ishlari uchun ideal variant. MacBook Neo'da M4 yoki M3 protsessorlari ishlatilmagan, faqatgina yangi protsessor A18 Pro protsessori ishlatilgan. A18 Pro protsessor bilan o'zi nima qilsa bo'ladi? Montaj yoki grafika ishlariga ishlatsa bo'ladimi? degan savollarga ham hozir javob beraman. Bu yangi chip juda ham kuchli protsessor hisoblanadi. Ushbu protsessor juda ham chaqqon hisoblanadi. Dasturlar juda ham tez ochiladi. Dasturchilar bunda ishlatsa bo'ladi, video montajyorlar ishlasa bo'ladi, Adobe Photoshopda ishlaydigan dizaynerlar ishlasa bo'ladi. Undan tashqari 3D da ishlaydiganlar ham bemalol ushbu MacBookni ishlatishi mumkin. Hammasi silliq ishlaydi. Batareykasiga keladigan bo'lsak, bir kun zaryadkaga qo'ysangiz, misol uchun zaryadkasi to'lgandan keyin ertalabdan kechgacha bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Student, freelancer yoki biznes egalari uchun ham aynan zo'r variant. Klaviatura va touchpadga keladigan bo'lsak, klaviaturasining rangi menga ochiq aytsam yoqmadi. Ovozlari o'sha MacBookni ovozlarini berib turibdi. Faqatgina touchpad qanaqadir yaxshiroq bosilyapti bunda. Bosilish qanaqadir chuqurroq, ya'ni yaxshiroq bosilar ekan. Nomiga bunda bosib qo'ysa bo'ldi emas ekan, yaxshiroq bosilar ekan. Meni MacBookimdan farq qilyapti. Funksional jihatdan o'sish bor, lekin dizayni qanaqadir xunukroq qilinganday tuyulyapti. Endi hammaning o'zini fikri bor, chiroy bo'yicha, lekin menga ushbu dizayn, rangi faqatgina yoqdi, atak tuzilish jihatdan menga uncha yoqmadi. Misol uchun mana olmani rasmida aks ko'rinmasligi bo'lsa, ikkinchi tarafdan klaviatura qanaqadir xunuk rang tanlangan va mana bu yerda yangi aniq monitorlardagi bundoq qoshchasi qilinmagan, xullas chetlari qalin bo'lib ketgan ramkasi ekranlik. Bu juda ham xunuk. Internetdagi olgan ma'lumotlarimga qaraganda, bu MacBook Neo'da отпечатка bor deyilgan, lekin men uni topa olmadim, chunki mana MacBookimda misol uchun
Отпечатка joyi mana bitta ko'rinib turadi. Shunda bossam ochiladi. Bunda bo'lsa unaqa narsa yo'q. Отпечатка хотя бы ko'rsatib qo'yilishi kerak, lekin bu yoqda yo'q. Menimcha internetdagi ma'lumotlar ham hali to'liq emas, chunki bu yangi produkt baribir to'liq ma'lumotlar chiqarishmagan. Shuning uchun men o'zim ochib sizlarga ko'rsatib beraman aynan shu MacBook Neo'ni. Agar siz premium kuchli va uzoq ishlatishga notebook qidirayotgan bo'lsangiz, MacBook Neo aynan siz uchun zo'r variant bo'lishi mumkin, agar sizga yoqsa. Misol uchun, agar siz doimiy Mac ishlatib keladigan bo'lsangiz, bu MacBook Neo sizga yoqmasligi mumkin. Misol uchun men doimiy Mac ishlatganim uchun menga uncha yoqmadi, lekin Windowsdan agar Mac'ga o'tayotgan bo'lsangiz, sizga yoqishi mumkin, chunki Windowsga qaraganda Mac baribir endi freelancerlarga tegishli bu gap, maza qilib ishlatishingiz mumkin. Qisqa qilib aytganda, agar siz Windowsdan Mac'ga o'tyapsiz, lekin arzonroq yangisini xohlayotgan bo'lsangiz, aynan MacBook Neo siz uchun eng zo'r variant. Aynan bu MacBook'imizda operativ xotirasi 8 GB, tezkor SSD xotirasi bo'lsa 256 GB. SSD ise kamroq deydigan bo'lsangiz, to'g'ri, bu MacBook uchun menimcha yaxshi variant hisoblanadi o'z MacBook ishlatuvchilar uchun. Juda ham ko'p to'ldirib tashlashmaydi. To'g'ri, 256 GB li SSD xotira juda ham kam hisoblanadi, lekin agar siz faqat freelancer ofis ishlari uchun ishlatmoqchi bo'lsangiz, bu siz uchun yetib ortadi, lekin montaj, grafika, shunga o'xshagan boshqa ishlar bilan ishlatmoqchi bo'lsangiz, qo'shimcha xotira qo'shsangiz bo'ladi yoki katta xotiraligini olsangiz ham bo'ladi. Endi A18 Pro protsessorini sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsam, taxminan buni M protsessori bilan solishtirish ozgina qiyinroq. M protsessorlardan ozgina kuchsizroq hisoblanadi, lekin bu degani montajga ishlamaydi degani emas. Va yana bir narsani eslatib o'tishim kerak, A18 Pro bu o'zi iPhone'ning protsessori hisoblanadi. Ya'ni agar buni M protsessorlar bilan solishtiradigan bo'lsangiz, qaysi protsessorga to'g'ri keladi deyotgan bo'lsangiz, M1 protsessordan biroz sekinroq ishlashi mumkin. Bu degani siz grafika montajida shug'ullana olmaysiz degani emas, shug'ullanishingiz mumkin. Ya'ni qani o'zingiz uchun videolar montaj qilsangiz yoki o'zingiz uchun grafikada ishlaysiz, agar video montaj va grafika sohasida professional ishlamoqchi bo'lsangiz, M1 dan balandroq protsessorli MacBooklarni olishingizni maslahat bergan bo'lardim. Ya'ni kichkina misol 2-3 minutlik materiallarni montaj qilsangiz bo'ladi yoki grafikada kichikroq materiallar bilan ishlasangiz bo'ladi. Hatto kino montaj qilishga bu MacBook ishlamaydi. Xohlasangiz ishlatib ko'ring. Yana bilmadim. Lekin keyin bizga ayblab yurmangda, salbiy o'ylaring. O'zi bu MacBook kimlar uchun moslangan? Ko'p sayohat qiladigan odamlar uchun, ya'ni freelancerlar uchun, daily target o'qlar bor yoki boshqa ofis ishlari bilan shug'ullanadigan hisob-kitob uchun aynan ideal variantdagi MacBook hisoblanadi. Sayohatga chiqadiganlar uchun ayni muddao, chunki buni zaryadkasi juda ham yaxshi, uzoq vaqt ketadi. Kino ko'rish uchun, musiqa eshitish uchun eng zo'r ideal variantdagi MacBook mana shu bo'lsa kerak. To'g'ri, bundan kuchlilari undan zo'rroq, endi arzonroq MacBook xohlaganlar uchun bu ideal variant. Aytmoqchi sizlarga bitta muhim eslatmani eslatmayman. Hozirroq videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz 30 mingtadan oshiq obunachimiz. Hozirgi paytdagi kichkina maqsadchamiz bor. Bu ham bo'lsa 35 mingta obunachi yig'ish va buni yig'ishga bizga yordam berib olsangiz juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Like bosishni iltimos esdan chiqarmanglar, chunki har bir likeinglar va izohinglar bizga motivatsiya bo'lib, keyingi videolarda juda ham yaxshi va sifatli qilib olishimizga yordam beradi. Sizlar uchun bitta butun boshli MacBook Neo'ni ochib, obzor qildik. Shuning uchun ham menimcha bu video like bosishga arziydi. Izohlarda o'zingizlar fikringlarni menga yozsanglar juda ham qiziq bo'lgan bo'lardi. Ushbu MacBook Neo'ni aynan nima ish uchun yana ishlatgan bo'lardinglar. O'zi endi men o'zimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, MacBookni men faqatgina ofis ishlari uchun olgan bo'lardim. Grafika yoki boshqa qiyinroq tizimlar uchun bo'lsa, Mac Mini yoki Mac boshqa formatlari ideal variant bo'lsa kerak. Lekin MacBook Pro'larda ham montaj, ya'ni grafikada ishlashyapti. Endi bu har kimning o'zini tanlovi. Sotib olganingizdan keyin eng sizni qiynaydigan, kamida 1 soatdan oshiq qiynaydigan narsa bo'lsa, bu iOS 26 ning obnovleniyasi bo'lar ekan. Даже hali ham bo'lmadi. Biz boydan beri gapiryapmiz. Mana 5 minut bo'lyapti, lekin bu bizani aldatyapti. Hali ham bo'lgani yo'q. Albatta, obzorimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Bo'lmasa video shu joyda o'z nihoyasiga yetdi va yana o'sha aytgandek, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar va MacBook Neo'ni qatdan xarid qilishni bilmayotgan bo'lsanglar, Texnomart do'konlarining barcha filiallaridan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha